Agar kollektivingiz zo'r bo'ladigan bo'lsa, ishxonaga har kuni o'zingiz xohlab kelar ekansiz. Agar ishxonada kollektivingiz zo'r bo'ladigan bo'lsa, mayli oylik sal kamroq bo'lsa, 20 million, 30 million bo'lsa, sal kamroq bo'lsa ham chidab ishlayverar ekansiz. Kollektiv uchun boshqa joyga o'tib ketib qolmas ekansiz. Ishxonada kollektiv zo'r bo'ladigan bo'lsa, ishingizda ham unum, ishxonangizda ham fayz boshqacha bo'lar ekan. Amanda shunaqa kollektiv bor. Bizning ishxonamizning har bir a'zosi terilgan. Bunaqa kollektiv O'zbekistonda menimcha boshqa yo'q deb o'ylayman. Juda qadrdon insonlar, juda yaxshi insonlar. Oilasida yaxshi yomon kuni bo'ladi, kollektivimizda har doim yonma-yon turadi. Ko'z tegmasa, havas qilinglar, hasad qilmanglar bunaqa kollektivga. Bizda kollektiv O'zbekistonda har bitta tashkilot. Agar kollektivingiz zo'r bo'ladigan bo'lsa, ishxonaga har kuni o'zingiz xohlab kelar ekansiz. Agar ishxonada kollektivingiz zo'r bo'ladigan bo'lsa, mayli oylik sal kamroq bo'lsa, 20 million, 30 million bo'lsa, sal kamroq bo'lsa ham chidab ishlayverar ekansiz. Kollektiv uchun boshqa joyga o'tib ketib qolmas ekansiz. Ishxonada kollektiv zo'r bo'ladigan bo'lsa, ishingizda ham unum, ishxonangizda ham fayz boshqacha bo'lar ekan. Amanda shunaqa kollektiv bor. Bizning ishxonamizning har bir a'zosi terilgan. Bunaqa kollektiv O'zbekistonda menimcha boshqa yo'q deb o'ylayman. Juda qadrdon insonlar, juda yaxshi insonlar. Oilasida yaxshi yomon kuni bo'ladi, kollektivimizda har doim yonma-yon turadi. Ko'z tegmasa, havas qilinglar, hasad qilmanglar bunaqa kollektivga. Bizda kollektiv O'zbekistonda har bitta tashkilot.